Farzand inson umridagi eng oliy ne'mat. Afsuski, so'nggi yillarda bolalarda ham davolash jarayoni birmuncha og'irlik bilan kechadigan onkologik kasalliklarning ko'payishi dilni xira qiluvchi holatlardan biridir. Yurtimizda esa ayni jarayondan o'tayotgan bolalarning sog'lig'i yo'lida kurashish uchun bolalar onkologiyasi va gematologiyasi bo'yicha erta aniqlash tizimi joriy qilingan va butun respublika hududlarini tizimga qamrab olish ishlari boshlangan. Navbatdagi manzil esa Navoiy viloyati bo'ldi. Bolalar onkologiyasi va gematologiyasi bo'yicha mazkur tizimning joriy etilishi respublika miqyosida ayni dard bilan kurashayotgan mitti yuraklarning saraton hamda qon kasalliklarini bolalik davrida imkon qadar erta aniqlash, diagnostika, davolash, kuzatuv jarayonlarini samarali boshqarish hamda bemor bolalarni tegishli ixtisoslashgan markazga yo'naltirish va davolanishini ta'minlashdan iboratdir. Quyidagi kasalliklar bo'yicha maxsus bilim hamda malakaga ega bo'lgan shifokorlar rejasidagi ilk manzil viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bo'ldi. Lekin ilik sho'rva u boshqa narsa. Sening ilik sho'rva mumkin emas. Yo'q, mumkin emas. Bizning birinchi maqsadimiz shu onkohushyorlik pilotli proyekt bo'yicha bolada birlamchi rak kasalligini va lipostrolikozli aniqlash bo'yicha раннее выявление holatini chuqurroq tekshirib amaliy yordam ko'rsatishga kelganmiz. Birinchi maqsadlarimizdan hamma Navoiy viloyatini, hamma viloyat rayonlariga borib, har bitta oilaviy shifokor poliklinikasini yig'ib, hammaligiga onkohushyorlik bo'yicha maslahatlar berib, o'quv tadbirlarini o'tkazib beramiz. Bolalar salomatligi yo'lida ishlab chiqilgan tizimga respublika miqyosidagi barcha hududlar qamrab olingan va mazkur jarayonlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda va uning doirasida diagnostika vositalari hamda raqamli infratuzilma viloyatlarda joriy qilinmoqda. Bundan tashqari shifokorlar uchun malaka oshirish tadbirlari ham keng ko'lamda o'tkazilmoqda. Viloyatda ham navbatdagi manzillar aniq rejaga olingan. Bugun reja bo'yicha, yillik reja bo'yicha taqsimot aynan birlamchi tibbiy bo'limda, ya'ni tibbiy sanitariya bo'limida xizmat qiladigan aynan amaliyotchi va patronatchi hamshiralarni onkogematrik kasalliklarni erta aniqlash belgilari, maxsus sog'lom asosida aholi bilan murojaat qilish taktikalarini o'rgatib, o'quv seminar o'tkazib, ularga amaliy yordam ko'rsatmoqdamiz. Kelajakda shu bugunda aniqlash qiyin bo'layotgan va aniqlash uzoq kutilayotgan yoki uzoq vaqt ketayotgan kasalliklarni qisqa 4-15 sutka, 4-15 kun mobaynida aniqlashga erishish maqsad qilingan. 2025-2030 yillar uchun mo'ljallangan tizimning joriy qilinishi kasallikni erta aniqlash orqali uning davosini yengillatish uchun ham xizmat qilishi aniq. Onkologik kasallik bilan og'rigan yurt farzandlariga sog'likni qaytarish yo'lidagi 5 yillik reja mitti qalblar hayotining asosi bo'lishi shubhasiz.